Assalomu alaykum qadrdon namozxon muxlis. Omonmisiz? Sizlarni oynayi jahon orqali ko'rib turganimdan bag'oyat xursandman, shodman. Azizlar, sizlar doimgidek 22-noyabrga namoz jadvalidan xabardor qilmoqdasiz. Va yana sizlarning e'tiborlaringizga 22-noyabrga valyuta kurslarini taqdim etmoqdaman. Mana azizlar, ko'rib turganlaringizdek, valyuta kurslarida ham o'zgarish katta. Mana bu yerda hammasi aniq va ravshan ko'rsatilgan. Azizlar, bu barcha xizmatlarimiz albatta sizlar uchun. Iltimos, beminnat xizmatlarimizni qadrlab, videolarni oxirigacha ko'rib, like ni ayamasdan bosamiz azizlar va yaqinlarga yuborishda bardavom bo'lamiz. Kanalda yangi bo'lsak, obuna bo'lishni unutmaymiz azizlar. Azizlar, eslatib o'taman, like bosish tekin. Like uchun sizdan pul olinmaydi. Like uchun bizga pul kelmaydi. Like videoni tarqatishga sabab bo'ladi xolos. Azizlar, yana eslatib o'taman, men Telegram kanal ochganman. Telegram kanalga silkasini mana bu сообщение bo'limiga zakreplить qilib qo'yaman. Kanalga o'tib obuna bo'lishni unutmang. Ba'zi bir sabablarga ko'ra bu kanalga video chiqmay qolgan vaqtlari, namoz jadvali, valyuta kurslari jadvali chiqmay qolgan vaqtlari albatta Telegram kanalga har kuni qo'yib boriladi. O'sha uchun Telegram kanalga obuna bo'lib, kuzatib borishda davom eting. Azizlar, beminnat xizmatlarimiz sizlar uchun. Shu uchun mana bu endi namoz jadvalining davomi boshlandi. Iltimos, bee'tibor bo'lmaymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Xayrlashmaymiz, keyingi efirgacha deymiz. O'zlaringizni ehtiyot qilingizlar.